Payg'ambarimiz alayhissalom aytadilar: "Man da'a rajulan bil kufr aw qala aduwalloh va laysa kadalik illa harra alayhi" dedilar. Kim birovni kofir yoki Allohning dushmani desa, nariga odam u aytayotganidek bo'lmasa, o'sha aytayotgan odamning o'zi kofir bo'ladi. Kofir bo'lgandan keyin nima bo'ladi desa, kofir bo'lgandan keyin o'rtada nikoh ham qolmaydi. Nikoh qolmaydi. Mana hozir bugun kunimizda aytilayotgan masalalarni ko'raylik. Namoz o'qimasa kofir. Namoz o'qimaydigan odam jonliq so'yadigan bo'lsa, shu jonlig'i ham harom deyishyapti. Shu darajada bugungi kunda odamlarning orasida rasvo narsalarni targ'ib qilishyapti. Bunday emas. La ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh dedimi? Shu kalimani ostida ozmi, ko'pmi yashashlikka harakat qilyaptimi o'sha kishi mu'min. O'sha kishi mu'min. Qo'lini duoga ochyapti. Qabristonga borganda tilovat qilinganda Xudo rahmatiga olsin deyapti. Bo'ldi, uni qalbini biz bilmaymiz. Qalbi egasi kim? Alloh. Demak, Allohdan boshqa hech kim bilmaydi bir odamni kofirmi, kofir emasligini. Musulmonman deyaptimi? O'zini musulmonlarga o'xshatyaptimi? Musulmonlarning safida turibdimi? Musulmonchilikni hurmat e'tibor qilyaptimi? U odam musulmon deyiladi. Agarchi roza tutmasa ham, namoz o'qimasa ham, qaytarilgan harom ishlarni qiladigan bo'lsa ham, illo shu ishlarni halol deb qilmasa, namoz o'qimasa ham bo'laveradi, bekor deb aytmasa, u odam gunohkor bo'ladi faqat. Dindan chiqib ketmaydi. Mana shu taraflarini demak biz bilishimiz kerak, birodarlar.